esdan chiqarmanglar. Boy bo'lishni bitta yo'li bor. Alloh nima deydi? Hadisi qudsiyda: "Ya abdi, ey bandam, anfiq, sen ber, infoq qil, ihson qil. Unfiqu alayk, senga men beraman" deydi. E'tibor qiling. Meni berganimdan ber demayapti. Avval sen boshla berishni, keyin men boshlayman deyapti. O'zingizni darajangizda ihson qiling, saxovatli bo'ling. Bolani darajasidagi saxovat yeb turgan nonini so'rasangiz berib yuboradi. U bolani saxovati. Qozi Shurayh bir kuni masjidga bir dona piyoz ko'tarib kelibdilar. Sheriklari so'rashdi: "Hazrat, piyoz ko'tarib oldingizmi?" deganda, yo'lda bir kambag'al bir narsa so'rasa, qo'lim quruq bo'lmasin deb ro'zg'orga qarasam, hech narsa topmadim. Bir dona piyoz bor ekan, shuni oldim degan ekanlar. U odamni saxovati o'sha bitta piyozni ihson qilish darajasidagi saxovat. Boy bo'lishning sharti shu, azizlar. Sizdan boshlanishi kerak. O'sha saxovat, ko'mak, yordam Alloh keyin beradi. Berganidan keyin beraman deyish bu xato.